Ha, bugun El Clasico ekanda. Ha-da. Sizlarga zashlar topishim kerak-da. Nimaga? Ha, biz yutib qo'yganimizdan keyin zashningimiz sizlar bitta bahana qilasizlar. Ha, Farafirib kamanda, o'ylanib qolibsiz, tinchlikmi? Shu Realda eng yaqin hakam qaysiligini o'ylayapman, shuni chaqiramiz o'yinga. Nimaga? Sizlarga penalti qo'yib beradi. Penalti qo'yib bermasa yuta olmayapsizlar-da. Ha, yuvyapsizmi? Ha, yuvib oling, kech paytga o'yinga foyda bo'ladi. Barsachi, mana bahana kitob. Nima qilaman buni? Oldingi bahanalar eski bo'ldi. Bu yangi bahanalar o'yindan keyin kerak bo'ladi. Nima yeyapsiz? Antbaraga seninchilarni yeyapman. Mononusli kefsili bo'ladi. Mononus dietskiy, mononus burgeri bo'ladi. Qo'limda turgan indoka bilan kalbasali. Tam o'ta-o'tadildi. Endi barakali komandaga barakali narsalar ishadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Vodiyda 24 soat 7 ishlaydi. Samarqandda ham filiali bor, Surxondaryoda ham filiali bor. Xullas ko'ram mo'tadil sevinch mashi bo'ladi. Olib sekin yeb olinadi. Men ham yo'qdim. Siz yemay qoling, men qo'yib qo'ying, kech payt o'z o'yindan keyin yeysizlar. Ha, kommentariyada demasdan betimni gapirani eshitaman. Bugun sizlarni yutsak hamchi, jam maza qilib olmaymiz biz. Nimaga? Sizlar bitta gap tushib olgansizlar. Sizlarda 15 ta kubok bor. Ha, biz havoda olib gapiramiz-da. Biz uni ruchkada, uyma yurib yasab olganmiz-da. Anaqa nechta sizlarda kubik? 5 ta. Ha, sizlar ko'p yaqsanglar ham 15 ta olmay to'g'rimi? Ha, 15 ta kubigimizni gapiramiz-da. Senga bitta maslahat, Real bilan o'ynashma.